baxtlilik nuqtasi. Bir podshohni xizmatkori bor ekan. Vazirni chaqiribdi-da podshoh. Bu xizmatkor debdi, juda baxtli-ya hayoti debdi. Men hamma narsam bor. Podshohman. Lekin nimagadir mana shu xizmatkordagi baxt menda yo'q. Desa vazir aytibdiki, buni sababi 1 da debdi. 1 nima u desa, sizda 1 bor-da debdi. Unda yo'q shu, o'shaning uchun baxtli. U nima tushuntirmanga desa, keling tajriba qilamiz. Nima tajriba? Bitta hamyonga 99 ta tilla solasiz. İchiga maktub yozasiz. Bu sen uchun xizmatkorga. Podshohdan hadiya 100 ta tilla deb yozib berasiz. U 100 ta tillani olgandan keyin ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Xizmatkor eshigini bog' ichiga ilib ketishadi. Bitta olsa tilla, ichini ochsa xat. Xatda podshohdan senga 100 tilla hadiya qilindi. U xursand bo'ladi. Uyga olib kiradi, xotini bilan o'tirib sanaydi. Sanasa 99 ta chiqadi. Xatda 100 ta deyilganda-yu. Bitta tilla xatda qoldi ekan deb chiqib ko'chalarni qidirishni boshlaydi. Eshik taglarini qaraydi, qo'shnidan gumon qiladi. Bo'tdan kim o'tdi deb surishtirish boshlaydi. 99 ta tillaga alhamdulillah boriga shukr demaydi. Hatto 100 ta yu bitta tillani hayolida kechasi bilan uxlamaydi. Ertalab saroyga kelganda baxtsiz. Baxtsiz odam. 99 ta tilla do'stlar insonni baxtli qila olmadi. Nimaga? O'sha bitta tillani yo'qligi, bitta tillani yo'qolgani ana odamni baxtsiz qildi. Siz bilan biz qayerda baxtsizlik nuqtasini his qilayotgan bo'lsak, o'sha joyda bilingki 1 damiz biz. 99 ta narsangiz bor, o'sha birini qidirib baxtsizsiz. Birini qidirib baxtsizsiz. Shu qoidani esdan chiqarmang do'stlar. Baxtlilik pul bilan, o'lchov bilan bo'lmaydi. Baxtlilik qanoat qalbiga o'rnashgan odamlarda bo'ladi. Ya'ni baxt qayerda yashaydi deganda, qadarga rozi bo'lgan qalblarda degan gap bor bizni ulamolarimizni asarlarida. Qadarga rozi bo'lamiz, ilm o'qiymiz, aqlimizni ishlatamiz, huda behuda mavzularga o'zimizni qurbon qilmaymiz. Ko'zimizni ochaylik do'stlar. Biz 21-asrda yashayapmiz deymiz-u, jaholat e'tiqodi 21-asrda ham o'lmagan. Hozir ham bor johillarning e'tiqodi. Hozir ham toshga sig'inayotganlar bor. Inson a'zosini xudo deydigan qabilalar hozir ham bor. Xitoy dunyoda gegemon davlat, butga sig'inyapti. Bor unaqalar. O'shaning uchun e'tiqod har doim yangilanib turish kerak. Ya'ni yangilanib degani eski e'tiqodni yangitdan odamlarga tushuntirib turish kerak.